Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, bugun 16 may 2025-yil navbatdagi labo'yga mana chiroyli bo'lgan tunika ashpani qilib oldik. Hop, labo'yimiz egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan yetib keldi. Labo'ni pollariga amlaqa rezinka tashlangan, yo'llaridan shumkalar qilingan. Ichlariga Peneplex konteyn polla qo'yilgan rezinkani mana ko'rib turasizlar. Bir yoni silliq bo'ladi, bir yoni tanga, ichida iplari bor. Toshkentda rezinkasi bo'ladi. Mana bisi sondiqchasi bo'ladi. Ko'raverasizlar, sondiqchasi shu holatda ochiladi. Yo'llari akkumulyator yonadigan to'silgan. Bu kaliti. Kalitdan tashqari ham bu ochilib, yopilib yuraveradigan varianti bo'ladi. Hozir mana bu holda yapamiz. Hop, mana bu joyi loy chachmasiga qo'shimchasiga bonus qilib o'rnatib berilgan bu narsasi. Mana bu joylarda Peneplexlari bor, konteyn pollari bor orqasida. Hamma yo'g'i xudo xolasa chiroyli qilib o'rnashtirib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yonida. Tayyor zakotovkalar bor. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Alohida rezinka sotiladi, alohida mana bu sondig'i ham alohida sotilaveradi. Tunika qoplatilgan akalar bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Ishlarimiz yoqsa like bosib, fikrlarni yozib qo'yaverasizlar, kamchiliklarni ham yozib qo'yinglar. Do'stlarga, yaqinlarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat.